Yani şer oldum dese hem o da danip sırası. Lakin 2018 yıldan beri bize öz iş faaliyetimizni alıp bariyatımız. Her vaqtdan kelayatimiz yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Agarda sizda maytadon mammalardan birisi bo'lsa, sırası turundan Cesurani aldına geng. Chunki eshiting, hozirda 80% ayollarımızda, erkeklerimizde soch muammosi. Ne oldu İslam'ı? Meni sochim döküldü. Ülgeyime men sochim kel bo'lib qoladi. Uning bo'ladi. Endilikda buna yechim bor. Ne yechim deysizlarmi? Qaranglar. Oddiygina shu trixoskop yordamida sizlarning sochlaringizni ko'rib, ne muammosi bo'lsa xalatib, ana Cesurani o'zi sizlarga xushurayatib soch ekib beradilar. Qaranglar, ko'rikimiz bepul, mutlaka bepul. Kelasizlar, ma'lumot olasizlar, kelalaringizni tekshirtirasizlar. Bu aparatimiz kamyob. Yani her yerda bo'lmas bu aparatdan. Shuning uchun kelinglar, besplatni ko'rasizlar, sochlaringizni, muammolaringizni tekshirtirasizlar. Agarda shu muammolardan bo'ladimi bo'lsa sizlarda, ana Cesura bilan maslahatlashib, ana davolanaverasizlar. Manzilimiz nerede deysizlarmi? Manzilimiz shahar shifoxonasida.